Ya Rabbim, men sana muhtaç degan bu sözlerini qalbingizda his qilib baqdingizmi? Bu sözler her bir musulmonning qalbidan urg'ib chiqadigan, insonning Allohga bo'lgan cheksiz ehtiyojini bildiradigan so'zlardir. Duo haqiqatan mu'minning quroli. Qilich dushmanni yengishda qandoq rol o'ynagan bo'lsa, duomu shaytonni, nafsni, dunyoning sinoqlarini yengishda shundoq rol o'ynaydi. Siz buni sinab baqdingizmi? Kundalik turmushingizda qiyinchilikqa duch kelganda duo qilish odatingiz bormi? Bu savollarni o'ylanib baqing. Dozaq mahkam taqilib yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga boy. Ya Rabbim, men sana muhtaç degan bu sözlerini qalbingizda his qilib baqdingizmi? Bu sözler her bir musulmonning qalbidan urg'ib chiqadigan, insonning Allohga bo'lgan cheksiz ehtiyojini bildiradigan so'zlardir. Ramazon oyi kelganda bu so'zlar texmi cho'nqur ma'noga ega bo'ladi. Bu muborak oyda qalblar yumshaydi, ruhlar poklanadi. Ulug' Allohga yuzlanish imkoniyati texmi kuchaydi. Duolarning ijobat bo'lish ehtimolligi intayin yuqori bo'ladi. Undaqda duo degan zot nima? Duo inson bilan yaratquchi o'ttirsidagi eng muhim bog'lanish vositasi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ad-duo huval ibada. Duo ibodatning o'zidir degan. Yana bir hadisda payg'ambarimiz ad-duo mukhul ibada. Duo ibodatning yelikidir deb bayon qilgan. Bu hadislar duoning ibodatning yadrosi ekanligini, uning ibodatdagi o'rnining yelikning so'ngakdagi o'rniga o'xshash ekanligini ko'rsatib beradi. Duo orqali biz o'zimizning ojizligini, muhtojligini e'tirof qilamiz. Allohning kuch qudratini, rahmatini e'tirof qilamiz. O'ylab boqayli, turmushimizdagi qiyinchiliklarga duch kelgan vaqtda duo qilgan vaqtimiz biz o'zimizning ojizligini, Allohning qudratini his qilgan vaqtimizdir. Alloh taolo Qur'on Karimda va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, men duoyinglarni ijobat qilaman deb va'da qilgan. Bu va'dani tafakkur qilib boqayli. Olamlarning Rabbi, butun koinotning yaratquchisi bizga duo qilishni buyurib, ijobat qilishga va'da bergan. Bu nima degan sharafli bir ibodat. Bu haqda bilishimiz kerak bo'lgan muhim bir nuqta shuki, duoni faqat Alloh taolo ijobat qila oladi. Shundaqla duo Alloh taologa ham qilinadigan ibodat. Kunimizda ba'zi kishilar karomat egalaridan bir narsa so'rab duo qiladi, avliyolarga duo qiladi. Bu intayin cho'ng xatolik, tavhidga zid, Allohga shirk keltirishdir. Shundaqla Ramazon oyida qilingan duolarning alohida o'rni bor. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 turli kishining duosi rad qilinmaydi. Birinchisi da'vatus soim, ro'zadorning duosi, ikkinchisi da'vatul mazlum, mazlumning duosi, uchinchisi da'vatul musafir, musafirning duosi degan. Demak, Ramazonda ro'za tutgan holatda qilingan duolar ijobat bo'lishga eng yaqin duolardir. Buningga ishonchingiz bormi? Duo qilganda ishonch bilan, umid bog'lash bilan duo qilish kerak. Bugungi kunda nurg'un qarindoshlarimiz iftor vaqtlarida duo qilishni o'ziga odat qilib olgan. Ular ijtimoiy taratqularda duo vaqtlarini bir-biriga eskartib turadi. Bu nihoyat go'zal bir odat. Bu jamoat bilan duo qilishning bir ko'rkam ifodasi. Duo qilganda ba'zi adab qoidalarga rioya qilishimiz kerak. Birinchidan, duoni ixlos bilan qilish, ya'ni duoni faqat Allohning roziligini ko'zlab, xolis niyat bilan qilish lozim. Ikkinchidan, duoni Allohning go'zal ism sifatlari bilan qilish. Masalan, ya Rahman, ya Rahim, ya Robbal alamin degandek Allohning go'zal ismlari bilan boshlash. Uchinchidan, adab axloq bilan, adabli talaffuz bilan duo qilish. To'rtinchidan, duoni past ovozda qilish. Chunki Alloh taolo bizning pichirlashganimizni anglab turadi. Biz uningga jon tomirimizdan yaqin. Beshinchidan, duo qilish uchun yaxshi vaqtlarni tanlash, ya'ni ijobat bo'lish ehtimolligi yuqori bo'lgan paytlarni g'animat bilish. Duo qilishning nurg'un afzal vaqtlari bor. Birinchidan, sahar vaqtida duo qilish. Alloh taolo Qur'oni Karimda va bil ashari hum yastaghfirun, ular ya'ni muttaqi kishilar saharlarda mag'firat tilaydi degan. Ikkinchidan, azon bilan takbir orasida duo qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ad-duo la yuraddu baynal azani wal iqama, azon bilan takbir orasidagi duo rad qilinmaydi degan. Uchinchidan, 5 vaqt namozdan keyin duo qilish. Payg'ambarimiz yana kimiki har farz namozning orqasida oyatul kursini o'qisa, uni jannatga kirishdan faqat o'limla to'sib qo'yadi, ya'ni o'lgandan keyin jannatga kiradi degan. To'rtinchidan, sajda holatida duo qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam banda Rabbiga eng yaqin bo'lgan holat sajda holatidir. Shunga sajdada ko'plab duo qilinglar degan. Beshinchidan, Ramazondagi iftor vaqti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam inna lis-soimi inda fitrihi da'vat
da'vatan la turad. Ro'zadarning iftor vaqtidagi duosi rad qilinmaydi degan. 6-dan kechining oxirgi 3dan biri. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo har kechining oxirgi 3dan biri qolganda dunyo osmoniga tushib, kim menga duo qilsa uning duosini ijobat qilaman, kim mendan bir narsa so'rasa uningga beraman, kim mendan mag'firat tilasa uni mag'firat qilaman deydi degan. 7-dan juma kunida duo qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana juma kunida shundoq bir vaqt borki, musulmon banda namoz o'qiyotgan holatda shu vaqtga to'g'ri kelib, Allohdan bir narsa so'rasa, Alloh uningga cho'qim beradi degan. Shunga bu vaqtlarni esimizda ching tutib, duo qilishni o'zimizga odat qilib olaylik. Hozirgi jiddiy turmushimizda duo bizning ruhiy tayanchimiz, ma'naviy uzuqimiz bo'lib xizmat qiladi. Tushkunlik, turmushning besimi, xizmat jiddiychiligi kundan kunga eshib berayotgan bugungi kunimizda duo qalbimizga xotirjamlik, ko'nglimizga oromdillik, ruhimizga sukut ato qiladi. Nurg'unlagan psixologiya mutaxassislari duoning psixikaga ijobiy ta'sir ko'rsatadiganligini isbotlab chiqqan. Masalan, ishxonada murakkab bir masalaga duch kelgan vaqtimizda ko'nglimizdan chiqarib, "Ey Alloh, menga yordam qilgin" deb duo qilish orqali biz zehnimizni yig'ish, aqlimizni ravonlashtirish imkoniyatiga erishimiz. Duo bizni tashvishlardan yiroqlashtirib, ishlarimizni tartibli qilishga yordam beradi. Siz buni sinab baqdingizmi? Kundalik turmushingizda qiyinchilikqa duch kelganda duo qilish odatingiz bormi? Bu savollarni o'ylanib baqing. Xulos qilib aytganda, duo ibodatning yadrosi, iymonning mevasi, musulmonlarning kuchli quroli. Ramazon oyi duolarning ijobat bo'lish fursati, Allohning rahmati, mag'firatining yomg'irdak yog'adigan mezgili. Bu oltin fursatni g'animat bilib, ixlos bilan chin qalbimizdan duo qilaylik. Ammo shunimi unutmasligimiz kerakki, duoni faqat Ramazong'ila cheklab qo'ymasdan, uni kundalik turmushimizning ayrilmas bir qismi qilib olaylik. Har namozdan keyin, har qiyinchilik oldida, har sajdada ko'nglimizdan duo uzilmasin. Ibnul Qayyum rahimahulloh aytgandek, duo mu'minning quroli, dinning turiki, osmon zaminning nuridir. Bu so'zlarni astoydil o'ylanib baqaylik. Duo haqiqatan mu'minning quroli. Qilich dushmanni yengishda qanday rol o'ynagan bo'lsa, duomu shaytonni, nafsni, dunyoning sinoqlarini yengishda shunday rol o'ynaydi. Duo haqiqatanmi dinning turikidir. Turik binoni ko'tarib turgandek, duomu iymonni ko'tarib turadi. Ruhiyatimizni o'stiradi. Duo osmon zaminning nuri, bizning qorong'u kunlarimizni yuritadigan, hayotimizni ma'nolantiradigan nurdir. Shunga biz duoni har vaqt, har joyda qilishimiz kerak. Uning kuchiga ishonishimiz, uni hayotimizning ayrilmas bir qismiga aylantirib olishimiz lozim. Ey Alloh, bizning ro'zimizni, kechilik ibodatlarimizni, duolarimizni qabul qilgin. Sening va'dang haqdir ey Alloh, bizning duolarimizni qabul qilgin. Ey ulug' Rabbimiz, bizni, oilamizni, ota-onamizni, do'stlarimizni, barliq musulmonlarni o'z panohingda saqlagin. Bizga dunyo va oxiratda baxt, saodat ato qilgin. Amin.